Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xi Jinping partiya a'zolarini atalmış xiv xatarga qarshi kurash qilish ruhini yetildirishga chaqirdi. Mike Pompeo Yevropa parlamentida Uyg'ur masalasini yana bir qatim tilga oldi. Erdo'g'an Turkiyaning iqtisodiy ish planini e'lon qildi. Mursining o'g'li vafot bo'ldi. Bahama cho'ng quyun aptiga uchirdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy raisi Xi Jinping yaqında Xitoy Kompartiyasini atalmış turli tahdidlar va qiyin xatarlarga to'lgan uzoq mazgillik kurashga chaqirish bilan birga barliq partiya a'zolaridan kurash ruhini urg'utib, bexatarlik krizisi va moliya krizisiga taqobil turishni talab qilgan. Bilimbo'rik pochtasi gazetining 3-avgust kuni Xinhua agentlik tarqatgan xabardan Xi Jinping Beijingdagi kadrlarni tarbiyalash kursida duch kelayotgan bu kurash uzun mazgillik kurash ekanligini, u qiyinchiliklarning 2049-yilga bag'ichin davom qilishi mumkinligini bildirgan. Xitoy Xalq gazetining 4-avgustdagi sonida Xi Jinpingning bu so'zi alohida yaralgan hamda bir qism beli bo'sh yosh kadrlarning jafo mushaqqatga qarshi kurash qilish ruhining kamchiligi. Agar davom qilaversa, kompartiya uchun zo'r ofatga aylanadi degan qurlar o'rin olgan. Xabarda aytilishicha, Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi hamda Xitoy kompartiyasi duch kelayotgan turli siyosiy muqimlik masalalari, jumladan iqtisodiy taraqqiyotning to'xtab qolishi, davlat mudofaasi masalasi, Hong Kong va Tayvan masalasi qatorliqlar navbatda Xalq kompartiyasining qattiq beshini og'ritmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoydagi rasmiy matbuotlarda Xi Jinping atalmış xalq doisi degan ataq bilan tasvirlanmoqda ekan. Bu ataq bo'lsa ayni vaqtda Xitoy raisi Mao Zedongga xos hurmat nomi sifatida ishlatilgan ekan. Amerikaning tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 3-sentabr kuni Belgiyaning poytaxti Bryussel shahrida Yevropa parlamentining raisi David Sassoli bilan ko'rishib, suhbat jarayonida Amerika bilan Yevropa parlamenti vakilligidagi joylar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida fikrlashgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonimning bayonotiga qaraganda, Mike Pompeo suhbatda Xitoy hukumati Xinjiangdagi kishilik huquq tafsirchiligining javobgarligini ustiga olishi lozim deb alohida ta'kidlagan. Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqindagi Twitter uchurlarining birida Xitoy hukumati Xinjiangdagi Uyg'urlarni zo'r ko'lamda qo'lga olishni davomlashtiryapti. Uning bilan zo'r ko'lamdagi majburiy g'oyib qilib etish sodir bo'lyapti degan edi. Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılı iqtisodiy ish nisbatini 5% oshirdiganligini aytdi. Recep Tayyip Erdoğan Sivasda O'rta Anadolu iqtisodiy munbirida so'z qilib, eksport miqdorining 36 milliard dollardan 170 milliard dollarga chiqqanligini, 2023 yilda dunyoda iqtisodiy taraqqiy qilgan 10 davlatning biriga aylanganligini, sayohatchilikda ko'z ko'rinarli eshishning bo'lganligini, bu yil 52 million sayohatchining kelganligi va bu raqamning Cumhuriyet tarixidagi eng chong raqam ekanligini, Turkiya iqtisodining jonliq bozor qurilmasi va dunyo tartibiga moslashish kuchi bilan davrning eng gullangan iqtisodi bo'lish holiga kelganligini eskartib, savdo sanoatchilar bilan yangi bozor tepish va yangi munosabatlarni o'rnatish uchun dunyoning hamma taraflarini aylanib chiqqanliklarini, Türk egilik tiklikçilarga hamda Turkiya kelgan mablag' soluvchilarga har turli yordamlarni qildiganligini bildirib, Turkiyaning Suriya bilan Iroqda olib berayotgan harbiy harakatlar orqali chegaralarining bexatarligini mustahkamlayotganligini ta'kidlagan. U yana Turkiyaning Sharq Aqdengizda davlatning haq huquqini qo'g'dash uchun kuchli maydonini namoyon qilganligini bildirdi. Misrda turmada olamdan o'tgan davlatning demokratik yo'llar orqali saylangan tunji prezidenti Muhammad Mursining kichik o'g'li Abdullah Mursi yurak kasali qo'zg'alib vafot bo'ldi. Muhammad Mursining cho'ng o'g'li Ahmad Mursi Anadolu agentligiga bergan bayonotida qarindishi Abdullahning yurak kasali qo'zg'alib, doktorxonada davolash unum bermay vafot bo'lganligini bildirgan. Mursi oilasining advokati Abdulmo'min Abdulmaqsudmi Abdullah Mursining vafot bo'lganlik xabarini jazmlashtirdi. Muhammad Mursi iyun sud mahkamasi zalida yurak kasali qo'zg'alish sababi bilan olamdan o'tgan edi. Mehribon Alloh ularga rahmat qilsin. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsanperverlik Xizmatlariga mas'ul muavin bosh kotibi Mark Lowjuk Bahama ziyaratidan keyin matbuotlarga e'lon qilgan bayonotida Dorian qo'yinining Bahamada cho'ng vayronchiliklarni keltirganligini, Dorian qo'yinining Bahama tarixidagi eng cho'ng qo'yin ofati bo'lganligini va rayonning buningdan ilgari buncha cho'ng tabiiy ofatga uchrab boqmaganligini, 70 mingdan ortiq kishining yemak va pokiz suv qatorliq insonparvarlik yordamlariga jiddiy ehtiyoji borligini, qo'yin ofatida o'lganlar sonining asldagi 7 kishidan 20 kishiga yetganligini va bu sonning eshib ketish ehtimoli borligini bildirgan. Bahama bosh ministri Robert Menismo Marshport atrofidagi binolarning 60%ning ziyon uchirganligini e'lon qildi. Amerikaning aloqador organlari Dorian qo'yini garchi ojizlashga boshlagan bo'lsa-mu, lekin yana tahdid bo'lishini davomlashtirayotganligini va soatlik sur'atining hozir 177 km ekanligini, shunga suv ofati va sel kelish voqealariga sabab bo'lishi mumkinligini e'lon qilib, xalqni ogohlantirmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.
Xeyri xoş. Allah qamanet.